Assalomu alaykum talabalar. Bugun mavzumuz hayvonlarni tekshirish usullari, ko'rish, paypasash va perkussiya usullaridan foydalanishimiz kerak. Biz bilamizki, ko'rish usuli eng qadimiy usullardan bo'lib, bu hayvonlarni ko'rish usuli o'sha qadimiy ota-bobolarimiz o'sha meditsina sohasi va veterinariya sohasi birinchi ko'rish usulidan boshlangan. Ko'rish usuli o'zi 4 ga bo'linadi. Birinchisi umumiy ko'rish usuli. Umumiy ko'rish usuli deganda hayvonning turi, hayvonning turi nima? Qoramol. Hayvonning yoshi taxminan 5-6 yoshda. Hayvonning jinsi yo urg'ochi yoki erkak bo'lmaydi. Agar tuqqan bo'lsa sigir bo'ladi, urug'langan bo'lsa qo'lajin bo'ladi, agar urug'lanmagan bo'lsa tana bo'ladi. Xuddi o'shanday hayvonlarning har bitta hayvonning erkak urg'ochi emas, ularning nimasi, masalan, eshak bo'ladigan bo'lsa, hangi eshak, mocha eshak deyish kerak jinsi. Xo'sh, keyingisi esa o'sha maxsus usulda tekshirish deyiladi. Maxsus usulda tekshirganda hayvonning tanasining bir qismi, masalan, bo'yin qismi yoki bitta organ desa qayerdan olsak bo'ladi, masalan? Bosh qismida o'sha umumiy ko'zdan kechiramiz. Ko'zdan kechirganimizda, masalan, bosh qismini oldikmi, biz tekshirishimiz kerak bo'ladi. Burun bo'shlig'ini, o'rin bo'shlig'ida shilliq pardalar bor. O'sha shilliq pardalarning rangi, namligi, ko'zni tekshirish mumkin. Ko'zning o'sha shilliq pardalari konnektiv deyiladi, konnektiv, ko'z yoshi oqyaptimi, o'sha joylarni tekshirish kerak bo'ladi. Keyingi usul esa guruhli usul deyiladi. Guruhli usul bilamizki, qoramollarda va parrandalarda qo'llaganimizda, qoramollarda endi har 2 soatda yoki 3 soatda ko'rish shart emas. Qoramollarni o'sha guruhli usulda tekshirish deganda umumiy olganda o'sha guruhdagi hayvonlarning soni, zoti, turi hayvonning va uyidagi hayvonlarning o'sha qaysi zotga mansub bo'lganligi, qari hayvonlar bor, yosh hayvonlar bor, o'shalarni kasalmand hayvonlar umumiy ko'rish usulidan foydalanadi. Masalan, mana bu yerda buzoqlar turibdi. Buzoqlarni ko'radigan bo'lsangiz, masalan, ikkita buzoq, bitta buqa yotibdi. Ko'rish. Qaraganingizda o'sha yerda nechta hayvon bor? Ikkita buzoq, bitta buqa deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, to'rtinchisi esa umumiy o'sha hayvonni individual tekshirish deydi. Individual tekshirish deganda biz vetvrach o'zi tanlab oladi, qaysi tarafdan tekshirishda. Hayvonni ko'ramiz, masalan, men tanlab olaman, menga qulayligi, vetvrachlik umumiy qulayligi hayvonni birinchi chap tomonidan tekshirgan ma'qul. Chunki hayvonga yondashayotganimizda chap tarafdan yondashamizmi, hayvon chap va sog'ishdan xuddi o'shanda foydalanamiz. Bunda tekshirganda, masalan, burun bo'shlig'i va og'iz qismi, ko'z sohasi, bosh sohasi, bo'yin, ko'krak qismi, qorin qismi, o'sha pastki chot qismlaridan va xuddi o'shanday keyin hayvonni o'ng tarafini ham aynalib tekshiramiz. Tekshirganimizda biz nimalarga e'tibor beramiz? Individual tekshirganimizda. Individual degani ko'p hayvon ichidan bitta hayvonni yakka ajratib olish deyiladi. Bunda birinchi teri qoplamasi. Teri qoplamasi nima edi bu? Jun, bosh, teri hosillalari, shox, tuyoq va shilliq pardalar, burun shilliq pardasi, ko'z shilliq pardasi, sigirlarda o'sha qin shilliq pardasi tekshiriladi va limfa tugunlar. Limfa tugunlar bizga seziladigan, agar bunday ariq hayvon bo'ladigan bo'lsa, bilamizki, o'sha bo'yinning oldidagi limfa tugun nima deyilardi? Kurak oldi va tizza ustida limfa tugunlari, mana bo'yin oldi va tizza ustida limfa tugunlari aniq ko'zga agar kattargan bo'lsa, ko'zga seziladi. Jag osti, yelin usti limfa tugunlari kasallik juda ham rivojlangan vaqtda ko'rinadi. Xo'sh, keyingisi bu ko'rish usulidan bir foydalanib olamizmi? Bir foydalanib olaylik. Xo'sh, individual bir tekshirib chiqasizlar, amalangiz. Bir individual aynalib tekshirib ko'ringizlar qani, keyin kasallikni qanday belgilarini darsimiz oxirida o'shani aytib o'tamiz. Bir boshlangan. Kelinglar, qizlar, kelinglar. Keling.
Endi birinchi tekshirish natijasi yozib olsak, birinchi tekshirish natijasi birinchi hayvonning turi nima ekan? Qoramol ekan. Xo'sh, jinsi sigir ekan. Yoshi 5-6 yoshda. Zoti mahalliy zot ekan. O'shani umumiy ko'rish usulida bo'ldi. Keyingi usulimiz qaysi usul edi? Maxsus yoki mahalliy. Biz olaylik, bo'yin qismini olaylik. Shu bo'yin qismida qanday patologik o'zgarishlar bor? Bitta qarangizlar, qani tekshirish natijasiga. Bo'yinning past qismida, ko'krakning past qismida junlari hali to'liq to'kilmagan. Bunga sabab nima? Vitamin, minerallar to'liq emas. Bu demak oziqlantirish ratsionda o'zgarish borligidan dalolat beradi. Keyingi guruhlik tekshirishda uydagi hayvonlarga bir e'tibor berasizlar. 3 ta hayvon bor. Bitta buqa, 2 ta buzoq bo'lgani uchun umumiy o'sha yerga bitta buqa yoki 2 ta buzoq. Xo'sh, individual tekshirishimizda qanday patologik o'zgarishlar ko'rdingiz? Ha. O'ng tomondan boshladilaringiz. Bo'yindan. Xo'sh. Birinchi, burundan suyuqlik oqishi. Ha, patologiyami? Sog'lom hayvonlarda burundan suyuqlik oqmaydi va asta yana yurganimizda bo'yin bosh qismida o'zgarish yo'q va chap tarafida bo'yinning past qismida junlar tushgan joy, to'kilgan joy bor ekan. Va qorin qismida nima? Orqangi oyoq qismlarida chap tomonda hayvonning to'g'ri saqlanmasligi va to'g'ri oziqlanmasligi evaziga junlar to'la to'kisda to'kilmagan. Xo'sh, keyingisi paypaslash usuli deb yozib qo'yasizlar. Paypaslash usuli bu usul qo'l yoki qo'lning o'sha barmoqlari va kaflari yordamida biz hayvonga to'g'ridan-to'g'ri o'sha paypaslash usulida tekshiramiz. Paypaslash usuli o'zi ikkiga bo'linadi. Ichki va tashqi. Ichki paypaslashda hayvonning og'iz qismini tillarni ushlab tishlarini tekshirish mumkin yoki hayvonda to'g'ri ichak orqali tekshirish mumkin. Hayvonlar tuqqan vaqtida qin orqali ham tekshirsa bo'ladi. Tashqi paypaslash esa o'zi nechaga bo'ladi? Ikkiga bo'ladi. Yuzaki va chuqurga bo'ladi. Yuzaki paypaslaganda biz qo'limiz bilan hayvonning tanasiga tekkizamiz va bu yerdagi nimalarni aniqlaymiz? Qarang. Birinchi, mahalliy harorati sezishi o'sha organ a'zoning da og'riq bor yo'qligini, konsistensiyasini aniqlaymiz. Ayrim vaqtlar namligini aniqlasak bo'ladi qo'l bilan paypaslab va o'sha yerda qattiq va yumshoqligini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, keyingisi esa bu ham ikkiga bo'linadi dedik, yuzaki va chuqur dedik. Chuqur paypaslash o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Birinchisi botuvchi, qo'l bilan botuvchi. Qaysi organlar tekshiriladi bunda? Biz ko'proq veterinariya sohasida biz bilamizki, qoramollarda ko'pincha xo'jaliklarda qorin qotib qoldi deymiz. Qorinni qotib qolishda o'sha botuvchi usul bilan tekshiramiz. Tekshirganda hayvonning o'ng tomonidan keladi va 7-9 qovog'i orasida kurak yelka bug'uni chizig'ida. Mana bu yerda chuqurcha bor. Sanab kelamiz. 13, 12, 11, 19. Xuddi shu yerda 9-7 qovurg'alar orasida qon joylashib turadi. Endi men nima qilaman? Botuvchi bo'lib qo'lim bilan bosib ko'raman. Agar qon qotib qolsa, hayvon juda ham o'zini bezovda bo'ladi, bezovda bo'ladi. Mana hozir hayvon faqatgina o'sha botganligidan o'zini tanasini tortyapti. Xo'sh, ikkinchi usulimiz esa qaysi usul edi? Bimanual usul deganda biz bitta organni olamiz, bir qo'l bilan bitta organni ushlab, ikkinchi qo'l bilan organning ikkinchi tomonini paypaslaymiz va keyin esa bu chap qo'limiz bilan ushlaymiz, o'ng qo'limiz bilan paypaslaymiz, o'ng qo'limiz bilan ushlaganda chap qo'limiz bilan yaxshilab paypaslashimiz kerak. Bu yerda nimalar aniqlanadi? O'sha tananing birinchi katta kichikligi, konsistensiyasi, og'riq sezishi va o'sha organlarda mahalliy harorat bo'ladigan bo'lsa, mahalliy haroratlar tekshiriladi. Ko'pincha qildoq va kekirdaklarni tekshirganimizda biz o'sha bimanual usuldan foydalanamiz. Xo'sh, mana kelaman, bir qo'l bilan ushlayman organni, ikkinchi qo'l bilan ko'ryapman, ikkinchi qo'l bilan paypaslayman mana. Xuddi o'shanday.
Mana bu yerda qildoqning o'sha ikkita tog'aydan tashkil topganligi aniq, mahalliy harorat normada yoki o'sha fiziologik holatda og'riq, hayvon og'riq sezmayapti, konsistensiyasi qattiq holatni ko'rdik. Keyingi usulimiz esa musht orqali degan. Musht orqali tekshirganimizda biz o'sha organlarni ko'proq konsistensiyasini tekshiramiz. Bilamizki, hayvonlarda ko'pincha oziqlanmay qolganda katta qoringa oziqalar ko'pincha cho'kib qoladi, to'planib qoladi. Yoki o'sha og'riq holatlarida tekshirishimiz mumkin. Bilamizki, katta qorin hayvonning chap qorin bo'shlig'ining chap tomonida joylashgan. Kelasiz, bel qismiga qo'lni qo'yib, musht bilan o'sha kurak yelka bo'g'in chizig'idan pastroqdan bosib ko'ramiz. Bu yerda katta qorinning oziqalarning konsistensiyasini ham tekshirsangiz bo'ladi va og'riq sezishini tekshirish mumkin. Mana qo'lim bilan mana bosib ko'raman. Hayvon og'riq sezyaptimi? Xo'sh, demak og'riq sezmayapti. Musht orqali bosganimda katta qorin darrov joyiga tezlik, zudlik bilan qaytyapti. Agar gazlar to'planib qolganda nima bo'lardi? Qo'l bilan bosilmasdi. Oziqalar to'planib qolganda esa o'sha yerda qo'lni izi qolib ketadi. Xo'sh, birinchi bimanual usulda tekshirib ko'ramizmi yo botuvchimi? Botuvchi bir tekshirib ko'rsalarmiz, keyin navbat ikkita usulni ham tekshiramiz. Bo'ladi, ha? Xo'sh, bimanualni tekshirib ko'raylik. Qizlar chiqinglar, bimanual tekshirishga. Bimanual. Birinchi o'g'il bola boshlab beringlar bular. Boshlaymiz. Qizlar o'tdi. Shahri o'tmoqchi o'tibdi. Xo'sh, endi u tomonimiz musht orqali bir tekshirib ko'rsam bolalar. Qarshi tomonda kelishimiz kerak. Beliga, hayvon beliga qo'yasiz va musht bilan bosib ko'rasiz.